Anoylar to'g'anda. Hatto shuni unutmangizlar. Ses etib turayız. Vallahi. Şurayı. Aka pulu qancha? Aka satıldı-mı? Qancha oldu? 61,5 ga satılib turibdi balasi men. Qanchasi tug'uch aka? Birinchi mi? Emchayin tartib qo'y deydi. Emchayi yaxshi ekan. Qancha litr sut beradi? 7 litr sut beradi deydi. Aka pulu qancha aka bundan qarab qo'ydin? 75 balasi men. Qanchasi tug'uch aka? Ikkinchi, uchinchi kimni? Torpog'i erkak o'xshaydi? Urg'och ekan. Uchinchi tug'ush deydi. Qancha qildi aka? Qancha qildi bozor? 70 ga berib edingiz, ha? Tartib qo'ydi egasini. Buni egasini ham tartib qo'ydi o'da. Aka uyli puli qancha aka? 85 oldi. 85 qanchasi tug'uch? 3 ta tug'di. Qancha berdi? 70 ga sotib qo'yibdi. Qancha litr sut beradi aka? 3-4 litr suti bor deydi. Sizga qancha aka puli? 80 kam bor. 80. Qanchasi tug'uch aka? Birinchi bo'ldi. Qancha berdi? 70. 70. Suti yaxshi o'xshaydi, balasi semiz ekan. Balasi erkak a? 80 da 70 berib turibdi. Onlar emchaklardan berdi, atayinchimin. Bu yoqda bu son uyda bog' bo'ldi. Qancha berdingiz ava? 65 ming bo'ldi. Balasi urg'och a? Qanchasi tug'uch ekan? 3-ga. A bo'z hozir a? Uchinchisiga 3-chi. Ya hozir bo'z bu aka. Hem yig'lasini 65 ga berasizmi? 70 da o'tadi ekan. To'g'anlar. Shu 65 berdi. Urg'och torpog'imi. Baraka bersang olayin deydi. Voy shuni bering. 65 dedi. Aka qancha oldi aka? Qancha aka buni? 75 ming. 75 edi. Qanchasi tug'uch aka bu? 3-chi olasiz. 3-chi olasiz. Qancha berdi? Qancha berdi? 5 ekan. Ammo o'schi aka? 85. Erkak bolasi 85 ekan. Qanchasi tug'uch aka bu? Ikkinchi tug'uch ekan. Ona balasini ko'rsatmayman bu pakani. Balasi sindu ekan biroq a? Balasi sindu ekan. 30 minglik balasi bor ekan. Mana qizil ish. Qancha berdi aka? Berganim yo'q. Aka qancha qildi aka bozor? Bo'ldi, ko'rdim. Qancha qildi aka bozor mana sutini? 63? 73. 73. Balasi erkak urg'ochi. Qanchasi tug'uch aka? 1,5. Aka. Qanchasi tug'uch? 3-chi. 73 ga o'raydi. Sutini bunda chachib tashladi ustiga. Yerda dag'im bag'i bo'ldi. Qaysiga bag'ildi aka? Qaysi uy? Aktiv jim demak. Balasi men erkak balasi men ekan 82 ming bag'ildi degan. Berib aytadi. Aka qancha berdi o'tadi aka? O'zini olmaysinmi? 85 da o'tadi ekan. O'zab. Maqsad aka. Aka mol nechin tug'an ekan? 5-6 tug'ib qo'yibdir u. Xudoning sog'ni. Aka puli qancha aka buni? Qancha? 80. Qanchasi tug'uch? 3-chi balasi. Qancha berdi aka bozor? 75. 65. Sütü qancha aka aldingizmi? Olib turib. Balasi erkak urg'ochimi? Urg'ochi balasi. Vallahi o'tib ketdi. Sağın uyda da bozor qimildab qolib turadi, bog' bo'ldi, erkak balasi. 105 debdir. Erkak balasi. Ava qancha berdingiz ava? 100 ming berdi. Ağır oynak biraz var. Konuşmasaydı tanımaz de. Yok, bizde aldığını beni oturttu. Bozar mı? Bozarını qaytarız. Aka qanchada tug'an?
Qanchani tug'an? İçinde dördüncü var. 3. Bo'zam ekan. İkiye de daha tuğ. Erkek buqasimi. İkiye de daha tuğ. Dağın tug'ib qoldi. Dağın balalı. Urg'achi bolasi meniki. Do'stim qanchada o'tasin pulini? 115 qancha berdi bozor? 98. Qanchani tug'an? 2. Aldingmi? Qancha qalding hali? 95. 85. Jilinderni qancha litr sut beradi? 5 litr suti bor deydi. Shu bolaga. Shu kayim aytding ham tartib chiqasin-da. Bu yerda dag'im bor bu. Aka qancha qildasiz aka? Ey aka, qancha berdasiz? 60 verdim usta 60. 60 qancha tug'an ekan? 4 tug'an. Bolasi erkak urg'achi? Akabına bakın dişine bakın. Bunda bolasam. Pulu qancha buni? Pulu. Aldık aka. Qancha qoldi ishdan? 77. Jashi qanchadan tug'an bu? 4-chi. Shunday tug'anlar soni edi. Qattiq olib, ses qo'yinglar. Assalomu alaykum.